Men uyimda ham ustida ishlayapti hozir. Bir 3 kun bo'ldimikin gaplashib, aka dedim, otini aytib, haqlaring qolib ketadimi, bermaydiganlar bo'ladimi desam, qora aka ko'p deydi. Ko'p deydi. Ustani ishlatib, xosatan bizni ham ishlatib, haqqimizni oxirigacha bermaydi deydi. Ishchi ishlasang, ertaga beraman demang, kechasi bering. Peshona turim teri. Mana u peshonada ishlasa, peshonasi terlab, badani ho'l bo'ladi. Ana shu peshona terisi qurimay turib berish kerak. Peshona terisi qurimay, ustani ishlatib bermasangiz, u siz zulm qildingiz. Siz zolimsiz, usta mazlum bo'ladi. Usta agar shu buyur nasib qilmasa shu uyda chiqib ketsa, agar Xudo saqlasin, mazlumning duosi behijob, beparda, beto'siq Xudoni huzurida maqbul eshitib olinadi. Shuning uchun ustani ishlatib albatta berishlik kerak. Xudo bersa hech ketmas, bir kunda yo bir nafas, g'iybatimni qiling bas, shunday o'tib ketmasmiz. Tunda bedor ko'zlarim, birov ilmas o'zlarim, do'stligi yo'q do'stlarim, shunday o'tib ketmasmiz. Dunyodan qaytganim bor, nafsimni yutganim bor, Allohga aytganim bor, shunday o'tib ketmasmiz. Axirga botgan akam kibrda Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kimga mana shunaqa semindan tiyaga xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu tushib ketib qolmaydimi, baquvvat bo'ladimi deganlar uchun zubilmiq qoqib to'qib chiqiladi. Xudo xolasa tushib ketmaydi. Bitgan holatlarni ko'rishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.